Oyijon, o'g'lingiz Rossiyadan pul jo'natibdilar. Zo'r-ku, nimaga sizga jo'natadi? Eshiklarni tuzatib qo'ygan dedilar. Shunga dadamlarnikiga borib usta gaplashib kelsam maylimi? Voy, dadangizni ovora qilib nima qilasiz? Mana qo'shnimiz boqi, zo'r usta. Mana xola eshigingiz cho'tki bo'ldi, tashqariga ochiladigan edi, ichkariga ochiladigan qilib qo'ydim. Ana. Ha, rahmat. Ana kelin ko'rdingizmi? Dadamga boraman deysiz? Oyijon, shundan magazinga borib shopping qilib yangi ko'ylaklar olib kelsam maylimi? Qanaqa shopping poping kelin? Mana qo'shnimiz Gulsevar. Shunaqa qo'li chevar. Men hozir kelaman, xo'p? Mana kelin, siraz aytdim, siraz tikib berdi. Voy, oyijon zo'r ekan. Oyijon, gaz plitamiz buzilib qopti. Men shundan borib yangi gaz plita olib kelay. Qanaqa yangi gaz plita olib kelasiz? Ana qo'shnimiz Shodmon, qo'li gul usta, ragazda ishlaydi. Ana xola gazlarni to'g'irlab qo'ydim, 1,5 metr far yonyapti. Ana kelin far yonyapti. Bilmabman-da. Oyijon, plisosimiz yaxshi ishlamayapti. Shuni yangi olsakmikin? Qanaqa yangi plisos? Mana qo'shnimiz boqi. Shu paytgacha 85 marta taxladim shuni. Bilmaydi u yangi olinglar-da. Mayli, bitta shuni yangi olsak bo'lar ekan. Bilmaydi. Oyijon, semirib ketyapman. Begovoy doroshka olib bering, ozmoqchiman. Nimaga kerak begovoy doroshka? Mana yon qo'shnimiz dietolog Asli Dinova. Mana qo'shnimning qizi. Ayting, kelinimda ortiqcha vazn bormi? Ha, keliniz ozgina to'lishibdilar. Keling, mana bunaqa qilamiz. Kelinizga men uy sharoitida retsept tuzib beraman. 21 kun men bilan ishlaydilar. Mana aytganimni qilib, uy sharoitida ozadilar. Ozish nima bo'pti? $50 pul mukofotini ham beraman agar zo'r ozsalar. Ana ko'rdingiz, begovoy doroshka deysiz, pulli bo'lib qolasiz. Mis, pulli bo'lib qolaman. Tushundingiz-ku? Oyijon, hamma kiyimlarim o'zimga keng bo'lib qolgan. Au, zo'r ozdiradi. Qo'shnimiz dietolog. Oyijon, o'zingiz nimaga ularga aytib ozmagansiz? Mana shunaqa savollar berib ko'nglimga tegasiz-da. Xalqda bir naql bor. Qaynonani aytganini qil, qilganini qilma deb. Nima dedim men? Savol bermay qo'ysin.